Qo'shqoravoy aka, do'stim. Sabin savxozda uy bo'lsa olaman dedingiz. Mana sizga Sabin savxozda uy topib qo'ydim. Qarang, 2,6 sotik 5 xona uyimiz sotilyapti. Manzil qatta deydiganlarga shundan 10 ga bo'lsangiz, bor 200 metrda Afrosiyob to'yxona. Shahar tomon kelyapsiz, 10 tonna Afrosiyob to'yxona. Mana shu uyga orasi 200 metr. Yurasiz tepadan o'tib chapga bo'lganingizda shu xonadan sotilyapti. Qo'shqoravoy aka, uyda bitta ko'ringchi, mabodo yoqsa olib qo'yarsiz. Naq 2,6 sotik 5 xona uyimiz sotilyapti. Uyni ko'ramiz, yakti bo'lsa obuna bo'lamiz. Aka, bu joyda bor-ku, maktab bor, bog'cha bor, klinika bor, bog'lar bor. Maktab uyda ag'da Furuza massiv joylashgan. Shundan chiqsangiz, hamma yo'llarimiz bor. Uyni ko'ramiz, yakti bosib obuna bo'lamiz. Akajon, eng zo'ri bizda. Ketaveramiz. Chiqib oldik. O'ylam katta ho'l. Chiqqanda 10 tomonda detskiy xona. Holat mana. 3,5 ga 3,5 xona. Tevalar o'zim bitta baho beringlar. Rasmik taxtalar, vassa qo'yib, loy bosib qo'ygan joy. Yozda issiq, qishda sovuq bo'ladi. Qishda issiq, yozda sovuq. G'aja-baja. Oldiga 4 xona. Ikkinchi qavat. Sezmay qo'yilgan. 4 ga 4 xona. Sholat. Bat endi andakina balkoncha. Balki shutgan qilasiz, stol qo'yib turib, choydan damlab turib, maza qilib ichadigan payt keldi. Uy holati zo'r. Farg'ona shahar Sabin savxozda bo'lyapti. Afrosiyob to'yxona oldida 2,6 sotik 5 xona uy sotilyapti. Pastga nomer qo'yaman. Egasiniki bariga qilishlari mumkin. Aka, bizni qo'llab-quvvatlab, bitta lak sizdan, xizmatmandan Abdushi degan joydan pastga ko'rsatamiz. O'zida alohida o'choq qozonga joyimiz bor ekan. Uni ham ko'rib beramiz. Eniga 50 yuraveramiz. Buni ketdi mana. Qarang, mana qarang. O. Ikkita qozon, bitta bosh qo'yib qo'yasiz. Xohlasangiz tandir qo'yib qo'yasiz. Farg'ona shahar Sabin savxozda bo'lyapti. 2,6 sotik 5 xona 216 kvadrat uy sotilyapti. Narxini $55,000 deyapti. Ozmoz kami bor. Pastga nomer qo'ydiraman. Haqiqiy egasi. Telefon qilib baraka qilishlari mumkin. Aka, bizni qo'llab-quvvatlab, bitta like sizdan, xizmatmandan Abdushi. Mabodo sizlarga ham sotilgan uylaring bo'lsa, telefon qilinglar, sotib beramiz yoki reklama qilamiz. Yengil.